So'nggi yillarda yaratilgan sharoitlar hisobiga mebel sanoatini yo'qdan bor bo'ldi desam, haqiqatni aytgan bo'laman. O'tgan yil o'zida mebelsozlik yo'nalishida 920 ta yangi korxona ish boshladi. Jami 7,5 mingta bo'ldi. Sohada 6 trillion 700 milliard so'mlik mahsulot yaratildi. Tadbirkorlar buni karrasiga oshirish qo'limizdan keladi deyapti. Buning uchun 4 ta asosiy masalalarni hal qilib berish zarur. Bizdagi mebellarning 25-30% xonadonlarda tayyorlanyapti. Uydagi ishlab chiqarishdan sanoatlashgan bosqichga o'tish istagida yurganlar ham ancha. Shu bois endi yakka tadbirkor sifatida 5 nafargacha ishchi olib mebel ishlab chiqarishga ruxsat beriladi. Ushbu faoliyatni boshlash, kengaytirish istagida yurgan yosh tadbirkorlarga 7 yilga 5 milliard so'mgacha 18% kredit ajratiladi. Xonqadagi Oltinko'l mebelchilik markazida 100 dan ziyod korxona zamonaviy uskunalar o'rnatib mebel chiqarayotganini viloyat hokimlari va o'rinbosarlari borib ko'rdi. Oldin uyda tor joyda mebel yasagan tadbirkorlar hozir yaxlit kompleksga joylashib klaster tizimida ishlayapti. Endi Mustafayev, Abdurazaqov, Baboyev, Zoir Mirzayev, Bozorov, Umurzoqov shu yilning o'zida Sharaf Rashidov, Yangi Namangan, Pastdarg'om, O'rta Chirchiq, Quva, Buvayda, Yunusobod va Uchtepada xanqa tajribasi asosida mebelchilik markazini ishga tushiradi. Mebel tannarxida import xomashyo ulushi 50-60% tashkil qilyapti. Ishlab chiqaruvchilar tannarxni pasaytirish uchun furnitura, aksessuar, bo'yoq, kley, DSP kabi xomashyoga bojni kamaytirishni so'ragan. Milliy mahsulotlarimiz raqobatbardosh bo'lishi uchun bunga rozilik beraman. Hajjayev Qo'chqor bir haftada 14 turdagi xomashyo, furnitura, aksessuar uchun 3 yil muddatga import bojini 1% etib belgilash bo'yicha qaror kiritsin.